O'rtoqlar, bu 50 gradus issiqda sizlarda ham ovqat ketmayaptimi? Lekin hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ovqatlarim issiqda ham, sovuqda ham tanaga moydek yoqadi. Havo issiq bo'lishiga qaramasdan bugun bizda shahar sentridagi Alachati turk restoraniga keldik. Qaranglar, atmosferani odam mazza qilib o'tirgisi keladi. Bu yoqda ovqatlarni ham maromiga yetkazib tayyorlashar ekan. Shaxsan o'zim ham ishtaham bo'lmay keldim, lekin ovqatlarni ko'rib ishtaham karnay bo'lib ochilib ketdi. Mana shu qo'ziqorinli sos bilan podasha qilinadigan burgerni birinchi o'ringa bemalol qo'ya olaman. Bu yoqda hozir aksiya ham ketayotgan ekan. Shu ko'rib turgan kofteylar. Bitta non, bitta muzdagina kola, atiga 72 ming so'm. Kofteni ham mazasi zo'r. O'zi turk ovqatlaridan sizlarga qaysilari ko'proq yoqadi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Shaxsan men shu sachtamani muxlisiman. Qatga borsam albatta tatib ko'raman. Bu yo'ni ham sachtabasi reytingimdan yuqori o'rinlarni egalladi. Agar bu issiqda siz ham qatga borib ovqatlanishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana sizga cho'tki ideya. Videoga like bosib, yaqin tanishingizga yuborib qo'ying. Ko'rib turganingizdek, ovqatdan keyin desertlardan ham umuman muammo yo'q. Atmosfera ham aytib o'tganimdek mazza qilib o'tirishli. Do'stlar, manzilga keladigan bo'lsak, shahar markazi C1da Sodiq Azimov ko'chasida joylashgan. Orientir mana kartinkani ro'parasida. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimga tashlab qo'ydim, bemalol kelinglar.